Bir ağız yapılayla. Yukarıda körüp öttük vatandaş. 18. günü Dünya Seyyah Teşkilatı yığın buluvadıdı. Hazırlık dünyada bir afet arlap yürüptü. O afet yıkımlık virüs afeti. Bu virüs afetini keltirip çıkargan Cungo'nun Wuhan şehri. Hazır asasiyetin şuna merkezleşti o. Halkara tekşiriş talep kılınamadı. Mutaxassislarning biriş talep kılınamadı. Cungo bunun makul digini yok. Demek bugün dünyada virüs afeti peyda kılgan devletin reisi 18. günü Dünya Seyyah Teşkilatı'nın yığını da etiliş murasımı tebrik nutq sözüldü ise endi bu sizde ta'tir qiynash deb atalamdı. Yoki masxara ustiga yetib kelayotgan masxara dünya xalqini masxara qilyotgandi. Ya'ni dünya xalqi virus ofatining dardini tortayotganda. Bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlar, Rossiya, hozir teng darajada bu ziyonkashlikni tortayotgan Braziliya qatorliq davlatlarning beshig'i mushkun kelgandi, ya'ni shu virusni, yuqumli virusni paydo qilgan davlat Cungo'ning raisi bugun Seyyah Teşkilatı'nın, Dünya Seyyah Teşkilatı'nın yığını riyasatçılık qildi. Onundan keyin hozir g'ilpal anglab qoldim ki o Bavşin'nin sözlegen bugünkü leksiyasida yığında virus Wuhan'dan portlamadi deb inkar qildim uni nima? Men toza to'liq anqiranmadim, lekin shundaroq bir gapni qildi vatandosh. Xato bo'lsa kechiring, tuzitib anglang. Demak, virus Wuhan'dan boshlanmadi deb bugün Dünya Seyyah Teşkilatı'nı o'zini oqladi degan gap, ya'ni bu dunyo bilan qarshilashdi. Yoki dunyoning hozirgi tekshirish talablari va yoki pul to'latish talablari va yoki boshqa yo'l bilan jazolash talablari to'g'risida o'tirdi bo'layotgan fikrlar kundan kunga ulg'ayotganda bu davlatdan, ya'ni virus paydo qiluvchi davlatning raisining Dünya Seyyah Teşkilatı'da ya'ni yig'inga riyosatchilik qilishi, men o'ylaymanki bu bir masxara vatandosh. Endi ikkinchi nuqtada biz tushuntiraylik. O'tgan yili 6-oyning 9-kunidan taki 11-oyning 3-kunigacha Shanghai, Hong Kong xalqi to'xtamay shiddatli namoyish qildi. Bu namoyish oxiri qurolli to'qinishga yoki zo'ravonlikqa aylandi. Soqchilar majburiy zo'ravonlikni yo'lga qo'ydi. Hong Kong xalqi qo'g'dinishga majbur bo'ldi. Garchi bu umumiy xarakterlik va umumiylikqa aylanmagan bo'lsa-mu, ayrim nuqtalarda zo'ravonlik shunday davom qilib kelgan bo'lsa, Shanghai, Hong Kong xalqi hargiz kayniga chekinmadi. 11-oyning 3-kuni o'ttirga, mushkunning oldi keyinda o'ttirga yuqumli virus ofati degan bir narsa paydo bo'lgandan keyin Shanghai xalqi to'xtab qoldi. Namoyishdan to'xtab qoldi. Biz shu vaqt tahlil qilgan vatandoshlarga dedikki, Xitoyning bu virusni ko'tarib chiqishi ikki narsadan qutulish. Biri, shu vaqtgi xalqaro matbuotlarda hadab tashviq qilinayotgan yoki takror xabar qilinayotgan Uyg'uriston, mustamlika Uyg'uristondagi yig'ib olish lageri, jazolash lageri. Uyg'urlarning taqdiri va qismati to'g'risidagi xabarlar dunyoni bir olgan edi. İkincisi Hong Kong'un namoyishi shu kunigacha to'xtamay xabar qilin, dunyoni bir olgan edi. Belki shuningdan qutulish, belki bu xalqaro jamoat fikrini yo'qotish uchun Xitoy bu virus ofatini yasab chiqdi deb biz shu vaqt tahlil qilgan edik. Hozirgacha endi dunyo buni tekshirishimiz, mutaxassis avatimiz, olimlarni avatimiz da'vatida. Onun üstüge Amerika Qo'shma Shtatlardan davlat rahbarlari yaqingacha besim ishlatdi degan gap hozirlik siyada so'zildi. Besim ishlatdi degan gap. Endi Shanghai to'xtab qoldi, namoyishdan to'xtab qoldi dedik. Mush o'tib ketgan 2 hafta ichida vatandosh 2 hafta ichida Shanghai'ning yana 2-3 qatimdak namoyish, kichik doiralik namoyish yuz berdi. Hatto 250 tak namoyishchi qo'lga olindi. Xitoy hukumati bu namoyishchilarni qo'lga oldi Shanghai'da. O da 2-3 qatimdak shundoq voqea yuz berdi yaqindan beri. Endi bugun qaraymiz, qonun chiqarish komitetining raisini saylash bu kun tartibdagi ish bu emas bu.
Şu cihun nim depti bu kanunsuz yığın oldu. Kanunsuz saylan oldu depti. Demokratçılarının vekili. Lekin aldığımızda biz sizler liksiyel sözlep geldik 9. ayda umumizde kanun çıkarış komitetinin azalarını umumizlik saylaş başlandı. Saylan başlandı. Del şunun arpsıdı sen bir Şangang'da bu oyunu oynap reis saylımı ötküzüp hazır Hong Kong'da kanun çıkarış komiteti de iki taraf. Biri korkuçular, bular Xitay perestler, Cungu perestler, pandemikratizmçiler Şangang'ın öz takdirini özü belgeleşini talep kılgıçılar ve teşebbüs kılgıçılar iki xil siyasi kuch o'tirisida kanun çıkarış komiteti de zo'ravonlik o'tganda bir qatim yuz bergan, bu qatim davomlashdi debdi ana zo'ravonlik. Demek Cumhuriyet Partiyasi Hong Kong'a qandaq muomala qiladi? Biz tunigin dedik 15 kishi qo'lga olingan 15 kishining ustidan yaqinda sud ochdi dedik. Ehtimol Beijingdagi xalq vakillar qurultoyi oxirlashgandan keyin shunda sud qilishi mumkin vatandosh. Ularga qonun hukm e'lon qilishi mumkin. Bu dedik tunigin leksiyamizda g'aljirlik. Balki imperiya yoki imperializm militarizmlik devletlerin takdiri ahırlaştı, ahırıqıça yetti. Bu bir g'aljirlik. 15 nefer kişi hüküm ilan qilish bu bir g'aljirlik. Şunu dep turuvdik bugün 18. günü kanun çıkarış komiteti, saylam komiteti, fikir berdigan komiteti. Muşundaq yerde zo'ravonlikni ishlatish yoki pandemikratizmchilarni qonun komitetida qo'g'lab chiqarib etish bu dunyoni ko'zga ilmaganlikmi qandaq? Mesela Amerika'da ma'qullangan Şangang kishilik huquq ve demokratiya qonunini ko'zga ilmaganlikmi qandaq? Hozir hisobda davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Şangang to'g'risidagi doklad e'lon qilishni kechiktirdi. Xalq vakillar qurultoyga qanday qaror oldi, nima deydi, nima tadbir qo'llandi, uningdagi e'lon qilamiz dedi. Mushundaq nozik paytda Cumhuriyet hükümeti Hong Kong'da kanun çıkarış komitetida zo'ravonlik paydo qildi desa, demek hozir Amerika bilan adaqchi elishish qaroriga keldi. Reis Xi Jinping bu tavakkalchilik. Tavakkalchilik yani yolsuz tavakkalchilik. İhtimallik bilan sinab boqadigan tavakkalchilik emas bu, nima urush maydonida, qahramonlik maydonida bu qarab turib yolsuzlik bilan, qaramlik bilan tavakkalchilik qilish. Qasdan xalqaro jamiyat g'arb dunyosi bilan elishish bo'lib hisoblanadi Reis Xi Jinping. Va Cumhuriyet'in istiqbali, Cumhuriyet'in takdiriga yaxshi ish emas. Biz shunchalik gayli bizim bir odam sifatida mustamlika Uyg'uristonning grajdoni sifatida, Xitoyning mustamlikasi Uyg'uristonning grajdoni sifatida shundoq deyli. Bu yo'l siz tanlab oladigan yo'l emas Reis Xi Jinping. Bu vaqtda butun Cumhur xalqi xonavayron bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati hozir Cumhur xalqi bilan Cumhuriyet Partiyasini farqlantirib keldi. Mesela hozir so'zladik. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Cumhuriyet Partiyasi bilan Cumhuriyet xalqini farqlantirib keldi. Mishakkagicha. Endi 9. aydagi Hong Kongda qonun chiqarish saylimi siz bugun zo'ravonlik qildingiz. Demek 15 odamga Şangang'da qo'lga olingan 15 pandemikratizm kesim e'lon qilasiz. Bunun xarakteri adaqchi qarshilik ko'rishdir. Tersalık bilan qarshilik ko'rish. Neticesinde nima bo'ladiganligi vatandaşlar sizlar bizga qarang'u. Lekin bu tavakkalchilikda hozir Cumhuriyetning bu tavakkalchiligini men shaxsan o'zimning huquq doirasida, xarakterim doirasida hozir tanqid qildim, hurmatli vatandoshlar.